bizni qiynayotgan masala nima uchun biz milliy g'ururimizni tiklay olmadik? Nima uchun bugun ham yoshlarimiz o'zbek tili desa mehri jo'shmaydi? Nima uchun O'zbekiston desa vatanparvarlik nuqtai nazaridan yondashuv yo'q bunga hali ham? Nima uchun milliy masalamiz eng oxirgi masala sifatida ko'rilyapti? Nima uchun hozirgacha ham biz uchun qadriyat deb baland ovozda gapirishni xohlaymiz? Ko'rsatkich uchun ehtimol, siyosat uchundir ehtimol, dinimiz haqida gapirganimizda gapimiz boshqa, lekin amallarimiz boshqa. Nimaga hanuzgacha? Nimaga biz ustun qadriyatlarimizni hali ham qadrlashni o'rganmadik? Bu o'rgatish jarayoni bo'lmasa ham o'zidan o'rganilishi kerakmidi? Genlarda uyg'onish bo'lish kerakmidi? Yoki iqtisodiy xatolar qilganimizdek mafkuraviy xatolarni ham qilib yotibmizmi? Nima uchun bu hozirgacha ham tuzalish yo'liga kirmayapti degan savollar bizani qiynaydi.